2025-yil noyabr oyida AQSh va Venesuela o'rtasidagi ziddiyat yangi bosqichga ko'tarildi. AQSh harbiy bosim ortib borar ekan, Karakas o'z qurolli kuchlarini keng miqyosda safarbar qila boshladi. Venesuela 200 mingdan ortiq askarni jangovar tayyorgarlik holatiga keltirdi. Harbiy mudofaa hamda havo mudofaa tizimlari to'liq ishga tushirilgani e'lon qilindi. Bu choralar AQShning USS Gerald Ford avia kreyseri Karib dengizi hududiga kirgani ortidan anchagina kuchaydi. Ayni paytda Rossiya ham bu vaziyat yuzasidan bayonot berdi. Kreml keskinlashuvdan xavotir bildirdi va mojaro faqat tinch yo'l bilan hal qilinishi kerakligini ta'kidladi. Moskva Venesuela bilan harbiy hamkorlikka ega bo'lsa-da, ayni damda diplomatik yechim tarafdori ekanini ma'lum qildi. Hududdagi boshqa davlatlar ham tashvishga tushib qolgan. Bir nechta Lotin Amerikasi mamlakatlari AQShning ehtimoliy harbiy amaliyotlariga qarshi birgalikda pozitsiya bildirish bo'yicha muzokaralar boshlagan. Ular bu bosimni regional barqarorlikka tahdid deya baholashmoqda. Venesuela esa ichki hududida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Mashg'ulotlarda davlat armiyasi, milliy militsiya va fuqarolardan iborat tuzilmalar ishtirok etmoqda. Rossiyadan olingan havo mudofaa tizimlarining namoyishi ham shu o'rinda bo'lib o'tdi. Bu Venesuelaning strategik mudofaani kuchaytirishga urinayotganini ko'rsatadi. Ta'kidlash joiz, umuman olganda noyabr oyidagi vaziyat Karib mintaqasida taranglik keskin o'sayotganidan darak beradi. Har ikki tomon rasmiylari diplomatik faol bo'lishsa-da, harbiy harakatlar xavfi hanuz sezilarli bo'lib qolmoqda.